Diqqat, diqqat, e'lon. 2025-yilning 8-noyabr kuni Jizzax viloyati Baxmal tumani Bog'shamol mahallasi Mo'g'ol qishlog'ida o'ngan o'sgan Piru badavlat oila sohibi Bosmaka Yusupovning katta ko'pkarisi belgilandi. Ko'pkari sababchilari Bosim bobo nabiralari, Bobirjon aka farzandlari, Omadbek, Fayozbek, Sobirjon farzandi Imronbeklarning sunnat va xatna to'ylaridir. Ko'pkari solimlari 5 ta tuya, 5 ta toy, 5 ta tana, 10 ta qo'y, 10 ta sarka, maishiy texnika vositalari hamda pullik solimlardir. Ko'pkarini Abdulla Alibekov boshqarib boradi. YouTube xizmatida Sanjarbek TV hamda Farruxbek TVlar bo'ladi. Ko'pkarimiz o'sha mashhur Istiqlol maydonida chopiladi. Bir kun oldin qo'noqlar qabul qilinadi. Barchangizni ko'pkarimizda kutib qolamiz. Askemarımızga Baxmalda polvon az do'stlar, Baxmalning eng yosh, eng zo'r polvon desak ham bo'ladi bo'yda do'stlar Baxmalda. Yashagan do'stlar, Nurnazar polvon 1 kg 500 ming so'mga.